Va yana bitta hadis bor. Bir-birlaringni yaxshi ko'rmaginlaringgacha mu'min bo'lmaysizlar, mu'min bo'lmaginlaringgacha jannatga kirmaysizlar. O'rgataymi bir amalni deb Rasululloh aytibdilar. Shuni qilsalaring bir-birlaringni yaxshi ko'rib qolasizlar deb Fafshus salama baynakum, oralaringda salomni keng yoyinglar deganlar. Ya'ni salomlashaver degan. Yerda ko'rishdik, jichadan keyin yo'lda ko'rishing, yana assalomu alaykum. Bitta mashinaga chiqib tushib, narizga chiqib, undan ham ko'rishib qoldi o'sha odam bilan, yana assalomu alaykum. Bepul, kuch ketmaydi. Shunda inshaalloh salomlashaversak, bir-birimizni yaxshi ko'rib qolar ekanmiz. Yaxshi ko'rsak, keyin mo'min bo'lar ekanmiz. Mo'min keyin jannatga keladi. Bir-birini yaxshi ko'rmagungacha qora aka bo'ladimi, imom bo'ladimi, hoji dada bo'ladimi, hoji aka bo'ladimi, do'ppisi bo'ladimi, soqoli bo'ladimi? Mo'minlarni yaxshi ko'rmagungacha u mo'min bo'lmaydi u odam. 37 marta umraga borgan bo'lsa ham mo'min bo'lish uchun siz meni, men sizni va bir-birimizni yurakdan addushi yaxshi ko'rish kerak. Addushi yurakdan, qalbdan.